Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Xudo xohlasa ko'rib o'zlaring baho berishlaring mumkin. Navbatdagi 100% lazerli fasonda yasalgan 3 qavatli shumkali navesimizni o'z joyiga chiroyli qilib ustanovkasini qilib berib tugatdik. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, o'rnatgan navesimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Kvadrat metrini necha puldan yasabga ustanovkasini qilib berdik, qanaqangi materiallardan foydalanganmiz, xonadoniga shunaqangi shumkali naves, lazerli naves qildirishni niyatda yurgan aka-ukalarimizga kerakli, foydali bo'ladigan ma'lumotlarni qo'limizdan kelgancha berib o'tamiz. Ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib aziz yurtdoshlar, shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarimizga bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Bu navesimizni Namangan viloyati Norin tuman olib kelib ustanovkasini qilib tugatdik. Navesimiz uzunasiga 16 metr, eniga 5,5 metr razmerda bo'ldi. Tepadagi yuk ko'taradigan firmalari, xori qismi, burchak gullari, stoykalari hamma joyi 100% lazerli variantda qilib, lazer listlarini 1.8 lik listli variantda qilib, stoykalari 5x5 lik 1.7 lik stenali profilda. Xullas, общий mana shu navesimizga ketgan material 1.7 lik stenalisidan foydalanganmiz. Mana shu ko'rib turgan oppoq turgan joylari bir tarafi kraskalangan DOF paneldan qo'yib, orasiga 0.5 lik folgadan qo'yib, uni orasiga aziz yurtdoshlar eng tepasiga 0.4 lik tunukalarni qatirib, chiroyli qilib bitqazib tugatdik. Общий summasi bu navesimiz dastavkasi, ustanovkasi, materiallari olib kelib o'rnatib berish hamma yo'q ichida 450 ming so'mdan 40 million so'mga kelib o'rnadi. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. 1 kvadrat metr 300 ming so'mdan 600 ming so'mgacha naveslar bor. Albatta kataloglarini tashlab beramiz. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka xizmatlarimiz bor. Aziz yurtdoshlar, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.